buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor. Shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi